Alloh jazoini bersin sizlar. Ayani ishlamish olib borishdi. Mana shu maktabni bosish olmadi. Yer vaqtlab yotishdi. Eng yomon narsada bu Alloh jazoini bersin. Men nima qildim sharaflik qilib? Ha? Men nima qildim Abdulla sharaflik qilib? Alloh sog'in seni. Alloh jazoini bersin. Senga ham Alloh jazo. Uni bosishmaydi sizlar. O'qishlarga ham kirish olmaydi. Alloh jazoini bersin. Sizga qatdan keldi xabar. Sizda bormi shu dalilingiz bor? Ha, videolar bor qo'limizda. Videolar bormi? Ha, qani dalil isbotingiz bormi? Siz isbotlaychi, asla bo'lmaganda-ni, bo'lmaganligi uchun dalil gapiryapti. Unaqa ishlar umuman qilinmagan ekan, unaqa ishlar. Siz maktab bolalarini qarg'aysizmi? Senga tushuntiryapman. Ter viloyat hokimiyatiga deyapman, Shuhratbekka, Abdurahmonovga deyapman. Nimaga tushunmayapsan? Der SMDga, der prokuraturaga e'lon berdik, Muzaffarga. Menga sayraysan sen. Achi gapni ham gapira olmayman. Demak, siz inkor qilmayapsiz, lekin oldin inkor qilgandingizda so'kmaganman deb turib. Urmaganman ham, ko'rmaganman ham. Men urmabmanmi? Yo men urmabmanmi? Lekin bola qo'rqib turibdi-yu, qaltirab turibdi yoningizda. Bola qo'rqmagan, qo'rqib ketib hushidan ketibdimi? Qulni qonab ketibdimi qo'rqib? Ko'ryapsizmi? Meni asli yaxshi ishlaganim. Qo'lingiz bilan peshtaxt qilib turib qo'rqitgansiz. Ko'zidan yosh ham chiqmadi u bolalardan.